Samarqand viloyatining Pastarg'om tumani Juma shaharchasida uzoq yillar davomida dolzarb bo'lib kelgan kanalizatsiya muammosiga yechim topildi. Bu yerda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli qurilish va rekonstruksiya ishlari natijasida aholi uchun yanada qulay va zamonaviy infratuzilma yaratilmoqda. Bu o'zgarishlar haqida navbatdagi lavhamizda batafsil tanishing. Ko'p qavatli uylar yonida qurilgan oqova suv uchun qazilgan quduqlar. Pastarg'om tumanining Juma shaharchasi aholisi uzoq yillardan buyon markazlashgan kanalizatsiya tizimisiz yashagan. Pastarg'om tumanini oqova suv bilan ta'minlanish darajasi bor yo'g'i 10% ni tashkil qiladi. Buning natijasida tumanimiz aholisidan haqli e'tirozlar, hammasi murojaatlar ko'p bo'lgan. Bugun Pastarg'omliklarning uzoq yillik muammolari yechim topmoqda. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Pastarg'om tumanidagi Juma shaharchasini markazlashgan kanalizatsiya tizimi bilan ta'minlash maqsadida qiymati 41 milliard so'mdan ortiq loyiha amalga oshirilmoqda. Ayni paytda kanalizatsiya tarmoqlarini tortish va zamonaviy oqova suvlarni tozalash inshooti qurilishi boshlandi. 2000 kuba oqova suvlarni tozalash ishlari olib boriladi. 630 diametrli suv quvurlari, gofra, polietilen trubalar tortilib, tozalash inshootlari hozir boshlangan. Germaniya texnologiyasi bo'yicha inshootlar loyihalashtirilgan. Suv top-toza bo'lib oxirgi 16-rezervuardan chiqib ketadi, top-toza holatda sug'orish ishlariga ishlatiladi, polivnoy. Loyiha nafaqat kommunal muammoni hal qiladi, balki tuman infratuzilmasida yangi bosqichni boshlab beradi. Suv tozalash inshooti ishga tushgach, tuman markazidagi kanalizatsiya xizmati qamrovi 100% ga yetkazilishi ko'zda tutilgan. Prezidentimizning 392 sonli qaroriga asosan Pastarg'om tuman Juma shahrini renovatsiya asosida ko'p qavatli yangi domlar uylar, ko'p qavatli uylar qurilyapti. 5200 dan ortiq aholi istiqomat qiladi. Bundan tashqari ijtimoiy obyektlar, maktablar, bog'chalar, mana shu qurilayotgan oqova suv tarmog'imiz natijasida 100% biz natijaga erishamiz. Aholini oqova suv bilan ta'minlash darajasi. Bugun davlatimiz rahbari boshchiligida amalga oshirilayotgan islohotlar odamlarning hayot sifatini yaxshilash, ularning roziligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Kecha yechimi yo'qdek tuyulgan muammolar bugun amaliy ishlar orqali bartaraf etilmoqda. Bu esa odamlarning davlatga bo'lgan ishonchini va ertangi kunga bo'lgan umidini yanada mustahkamlamoqda. Baraka topsin. Xalqni o'ylab shuni qilyaptimi, baraka topsin. Bizlar xursandmiz, rozimiz. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.